Bu jasur yigit singlisining qotilligini bo'yniga oldi. Maqsadi haqiqiy qotilni topish edi. 95-yil 15 yoshli Nikol ishdan qaytayotganda yo'lda g'oyib bo'ladi. 7 hafta o'tgach uning pichoq jarohatlari bilan jasadi o'rmondan topiladi. Sud tibbiy ekspertizasi shafqatsiz zo'ravonlik izlarini qayd etdi, lekin tergov boshi berk ko'chaga kirib qoldi va bu ish arxivga topshirildi. Nikolning 20 yoshli o'gay akasi Endi uchun sevimli singlisining o'limi haqiqiy zarba bo'ldi. U qotilni topishga qasam ichdi va nihoyat o'sha kun keldi. Nikolning o'limidan 16 yil o'tib, 2011-yilda Endi eski ochilmagan ishlar yangi DNK tahlil usullari yordamida ochila boshlayotganini eshitdi. Lekin DNK ekspertizasini o'tkazish uchun Endi hukumatdan singlisini jasadini eksgumatsiya qilishni, ya'ni ochib qayta tekshirishga ruxsat olish kerak edi. Bu esa fantastikadek eshitilardi, chunki Endi yillar davomida tergovni tanqid qilib kelgan, lekin ish qayta ko'rib chiqishga erisha olmagan edi. Shunda bu umidsizlik uni bir qaror qilishga majbur qildi. 11-yil 8-mart kuni Angliyada yashayotgan paytida u Facebook sahifasiga singlisini o'zi o'ldirganini va bunga iqror bo'lishga qaror qilganini yozdi. Bir necha soatdan keyin esa Britaniya politsiyasi hibsga oldi va uni Niderlandiyaga tug'ilib o'sgan joyiga jo'natib yuborishdi. Niderlandiya politsiyasidagi so'roqda Endi aslida singlisini o'ldirmaganini, lekin tergovni ishlashga majbur qilish uchun bundan boshqa yo'l ko'rmayotganini aytdi. Endining yolg'on iqrorligi bu ishni haqiqatdan ham qayta tiriltirdi. Agar men bu ishni qildim deb aytgan odam paydo bo'lsa, tergov bu versiyani tekshirishga majbur ekan. Demak, ashyoviy dalillarni qayta ko'rib o'rganishga va jasadni ochib tekshirish uchun asos paydo bo'ldi. Keyinchalik aynan shunday qilindi ham. Niderlandiya sud ekspertizasi instituti mutaxassislari Nikolning qoldiqlari va kiyimini qayta tekshirishdi va saqlanib qolgan sperma izlaridan erkak DNKsini ajratib olishga muvaffaq bo'lishdi. Shuningdek, uning kurtkasida qolgan sochdan ham DNK ajratib olishdi. Noma'lum erkakning olingan DNK profili politsiya tomonidan sudlangan jinoyatchilarning milliy bazasiga yuklandi va tergovchilarni hayratga solib, tizim zo'ravonlik jinoyatlarini qayta sodir etgan YosDG bilan 100% moslikni ko'rsatdi. 2018-yilda YosDG Nikolni zo'rlash va o'ldirishda aybdor deb topildi va 13 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Qotillik bo'yicha yolg'on iqrorlik bergani uchun Endi Niderlandiya jinoyat kodeksi moddasi bo'yicha bir necha yilgacha qamoq jazosi xavf solgan edi. Ammo politsiya va prokuratura uning bu ishni nima sababdan qilganini tezda tushundi va unga qarshi jinoiy ish boshlamadi. Bundan tashqari, jamiyat ham Endining jasoratidan hayratda qoldi. Odamlar uni qahramon deb atashdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Endining bu ishi hurmatga loyiqmi? Va obuna bo'lishni unutmang.